Agarda vaqt mashinangiz bo'lganda qaysi yillarga qaytgan bo'lardingiz? Men hech ikkilanmasdan 2010-yilni tanlardim. Nima uchunmi? Chunki o'sha yillar shou biznesda juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Rekord darajadagi treklar va filmlar dunyo yuzini ko'rgan. Bugun 2010-yil nostalgiya o'lkasiga sayohat qilib ko'ramiz. Internetsiz hayot, bluetoothlik telefonlar va mashhur filmlar musiqalarini 2010-yildan turib ko'ramiz. 2010-yilning mayida Marvel muxlislarini yana bir bor hayratlantirdi. Temir odam 2 franshizasini taqdim etdi. $200 ega budjet film 2 oy ichida $623 million daromad qildi. Haqiqatan ham Temir odam 2 filmi Marvel olamini prosta portlatib yuborgan film bo'lgan. Bunga javoban Pixar studiyasi ham 18-yilda o'yinchoqlar mamlakat 3-qismini kinoteatrlarda namoyish etdi. Budjeti $200 million ga teng bo'lgan prokat 1 milliarddan ko'proq daromad qildi. Haqiqatan ham zo'r multfilm bo'lgan edi. Bolalik xotiralarimizni boyitdi. Pixar studiyasiga rahmat aytib qolaman. Agarda hozir bu filmning soundtrackini eshitirsam eslaysizlar. O'sha bu Christopher Nolanning muqaddima filmi. 2010-yilning 16-iyulida dunyo yuzini ko'rdi. Budjeti $160 million ga teng bo'lgan film dunyo bo'ylab bir oyda $829 million daromad qildi. Agarda ikkinchi qismi suratga olinganda hech ikkilanmasdan premyerasiga tushgan bo'lardim. Lekin Nolan faqat bir marotaba hayratlantiradi. 2010-yilning fevral sanasida Hind ijodkorlari tomonidan Mening ismim Xon premyerasi bo'lib o'tdi. 8-10 million budjetga ega bo'lgan film dunyo bo'ylab $225 million daromad qildi. Islom dinining go'zal tomonlarini ko'rsatib bergan film bo'ldi. Unda bir qator treklar o'zining nostalgiya xotiramizda qoldi. Kesha o'zining TikTok treki bilan butun chartlarni buzib yubordi. Eminem va Rihanna, Rose Where You Life. Just gonna stand there and watch me burn. Justin Bieber o'zining Baby taronasi bilan dunyo chartlarini zabt etdi. O'zbekistonda 2010-yilda aytarli musiqa chiqdimi? O'sha yillari televideniya, radioda Ozodbek Nazarbekovning Yorim va Jonim taronasi. Endi men ko'nglimni buza olmayman. Ahd qildim, ahdimni buza olmayman. Shohruxxon Gulilolam taronasi bilan o'sha yillarning hit qo'shig'iga asos solgan. Gulilolam, sen gulilolam, yuragimda bir dona, sezmaysan nigohimdan hayotimga keragim. Ularning sevimli guruhi, Ummon guruhi ham 18-sentyabrda o'zining bir kunlik konsert dasturini o'tkazdi. Unut beni, o Leyli Leyli, unut beni, o Leyli Leyli, unut beni, o Leyli Leyli, unut beni, unut beni. O'sha yillarda Davr guruhi ham o'zining Assalomu alaykum taronasi bilan Assalomu alaykum, assalomu alaykum, mening azizlarim, mening do'stlarim. sentyabr oylariga kelib kinoteatrlarimizda Uchar qiz filmining premyerasi bo'lib o'tdi. Yolqin To'ychiyev tomonidan suratga olingan komediya melodrama janridagi film omadli kelgan. Bosh rollarda Hadiz Rajabov, Asal Shodiyeva, Farhod Abdullayev suratga tushgan. Murod va Durdona, rejissyor Jahongir Foziljonov, Nigora Ismoilova, Dilbar Ikromova, Zuhra Ashurova suratga tushgan. O'sha paytlarda Jahongir Foziljonov ijod qilisharda filmlari juda zo'r edi. Bilmayman nima uchun hozir to'xtatib qo'yishgan. Jahongir Foziljonov rejissyorligi ostida ikkinchi film 2010-yilning iyul oyida Bekorchilar filmi premyerasi bo'lib o'tdi. Xususan Jahongir aka bilan gaplashganimda film budjeti $15 ming ga teng bo'lgan aytganlar. O'zbekiston bo'ylab $500 ming kassiga yig'gan. Haqiqatan ham yumor ustiga qurilgan film juda zo'r bo'lgan. 2009-yilning 25-iyulida pop qiroli Michael Jackson vafot etdi. 17 yil o'tib pop qiroli Michael Jacksonning biografiyasiga oid film shu yilning 26-aprel sanasida premyerasi bo'lib o'tmoqda. Agarda bu video chiqqan bo'lsa, balki film ham chiqqandir. Ko'rishingizni tavsiya etaman. 26-yilda ham yaxshi filmlar chiqadimi? Bir qator premyeralar bor va bo'lib o'tdi. Men xususan 27-fevral sanasida Olmaota shahrida Qichqiriq franshizasining 7-qismini ko'rdim. Film haqida fikrim juda zo'r, horror janridagi eng sevimli filmlarning 7-franshizasi juda maza qilib ko'rdim.
kinoteatrlarimizda ham namoyish etilmoqda. Agar xohlasangiz borib ko'rishingiz mumkin. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.